Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Bahriddinova Dilobir Zaynetdinovna, Shahrisabz davlat pedagogika instituti boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasi katta o'qituvchisiman. Biz siz bilan bugun husnixatga o'rgatish metodikasi fanidan yozuv haqida ma'lumot, o'zbek yozuvi tarixi mavzusida bilan tanishamiz. Bugungi rejamiz bilan tanishib olamiz. Demak, birinchi rejamiz yozuv haqida ma'lumot. Ikkinchisi eng qadimgi yozuvlar. Uchinchisi esa o'zbek yozuvi tarixi. Yozuv nima? Yozuv biror tilda qabul qilingan maxsus belgilar yig'indisi hisoblanadi. Yozuv tushunchasi tilning tovush elementlari, so'z, bo'g'in, tovushni ifodalovchi belgilargina emas, balki piktografiya, ideografiya shakllarini ham o'z ichiga oladi. Bular aloqa qilish belgilari yig'indisi sifatida yozuvdan ilgarigi belgilar, masalan, xotira yozuvi, hisoblash yozuvi va boshqalarga qarama-qarshi qo'yilgandir. Urug'chilik tuzumi davrida boshlab surat yozuvi paydo bo'ldi. Kishilik jamiyati kichik va tarqoq oilalar urug'lardan tashkil topgan davrda kishilar bir-biri bilan faqat og'zaki nutq orqali yordamida fikr almashishgan. Insoniyatning shu ehtiyoj zaminida yozuv paydo bo'lgan. Ya'ni boshqa yozuvlar bilan bir qatorda grafik shaklga ega bo'lgan usullar ham qo'llanilgan. Masalan, bular mis, iplarni tugib qo'yish holatlari. Bunday belgilar ibtidoiy odamlar hayotida qo'llanilgan. Bu yozuvning qoldiqlari hozir ham urug' qabilalarining tamg'alari, shimoliy indislarning chig'anoq marjonlari, biror ijtimoiy tabaqaning xususiy mulkini ifodalovchi belgilar va boshqa shakllarda mavjuddir. Yozuv zamon va masofa jihatidan og'zaki nutqqa nisbatan ustunlikka egadir. Texnikaning rivoji, masalan, hozirgi kunda telefon, telegram, radio, televizor, internet natijasida undagi ustunlik masofa jihatidan zaiflashadi. Lekin zamon e'tibori bilan yozuv hali ham og'zaki nutqdan ustun hisoblanadi. 19-20 asr boshlarida topilgan va deshifrovka qilingan juda ko'p yodgorliklar yozuvning paydo bo'lishi va tarixiy taraqqiyotini yoritish imkonini berdi. Fanning bu yutug'i tarixni tilshunoslik fanining mustaqil bir bo'limi sifatida ajratishga olib keldi. Keling ulardan namunalar ko'ramiz. Birinchisi bu turli tipdagi Misr ierogiflari. Bu tur yozuvi 19-asrning 20-yillarida fransuz olimi Champollion tomonidan o'qilgan. 19-asrning 70-90-yillarida Evans o'qigan qadimki Kput yozuvi, surat yozuvlari va Simq o'qigan Kipr surat yozuvlari ham Misr surat yozuvlari haqida fikr bildiradi yoki ularning tipiga kiradi. Ikkinchisi bu Mixat yozuvlarining turli tiplari hisoblanadi. Bu tip yozuvlari Osiyoda qadimgi yashagan qator xalqlarning tillarida ishlatilgan. Masalan, Shumer, Asiro, Avavelon, Elom, Xala, Het, Kappadokiya, Fors tillariga moslangandir. Bu tur yozuvlar 19-asr boshlarida deshifrovka qilina boshlanib, 20-asrning 10-yillariga tugallandi. Keyingi yozuvimiz Somi xalqlarida qayd qilingan va tillariga moslangan harf yozuvining eng qadimgi shakllari hisoblanadi. Bular Finiki va Xalan yozuvlari, ya'ni asosiy yodgorliklari 19-asrning 60-70-yillarida va 20-asrning 20-yillarida topilgan. Janubiy arab Oromiy yozuvlari qadimgi namunalari 19-asrning 60-70-yillariga topilgan. Ko'pchilik mutaxassislarning fikricha, qadimgi Urxun Enosa yozuvlari ham aslida Oromiy yozuv zaminida yuzaga kelgan. Uni 19-asrning 90-yillarida tilshunos olimlar Willigeli Thomson va Radlov deshifrovka qilganlar. Yunon alfabetining qadimgi shakli va lotin alifbosining alohida variantlari ham boshqa turli variantdagi bu yozuv tiplari orasida yetib kelgan. Demak, bu yozuvlar 18-asrdayoq ilm ahliga ma'lum bo'lib oladi va ularning grammatik jihatdan o'rganilishi 19-asrda qiyosiy tarixiy tilshunoslik fanining rivojiga katta yordam ko'rsatadi.
Yozuvning eng qadimgi shakllasi bu piktografiyadir. Bu yozuv asosan Amerika indislarini aloqa quroli sifatida qo'llanilib kelingan. Chunki ularning turli xil xususiyatlari shunga mos edi. Bu yozuv qadimiy bo'lgani uchun unda ideografik yozuv ham bir qatorda piktografiyaning ham ayrim elementlari bor. Masalan, toshbaqaning rasmi quruqlik tushunchasini anglatadi. Demak, bu ya'ni shartli belgi vazifasini o'tagan. Chunki quruqlik tushunchasini yozuvda ideografiya bilan berish qiyin edi. Hayotiy ehtiyoj bora-bora yozuvning soddalashtirdi va tasvirlangan predmet bilan yozuv shakli o'rtasidagi o'xshashlik yo'qola bordi. Demak, belgi so'zning simvoli bo'lib qoldi. Bu Xitoy, Misr, Shumer, Vavilon va Hitti yozuvlariga xos xususiyatlardir. Papirus yozish uchun maxsus tayoqcha va bo'yoqning kashf etilishi yozuvni yanada takomillashtirdi. Uning soddalashuviga imkon tug'dirdi. Hozir yer yuzida quyidagi 5 yozuv asosida tuzilgan yozuv sistemalar mavjud. Demak, ular birinchisi lotin yozuvi. Demak, lotin yozuvida dunyo aholisining 30% gaplashadi. Ikkinchisi fonetik arab yozuvi hisoblanadi. Demak, bu yozuvda 10% ga yaqin aholi gaplashadi. Uchinchisi slavyan kiril yozuvi. Demak, dunyodagi yashovchi xalqlarning 10% gina bu tilga yaqinroq da so'zlashishadi. To'rtinchisi grafik Xitoy yozuvi. Demak, 20% ga yaqin aholi bu tilda gaplashadi. Demak, beshinchisi bo'g'inli hind yozuvi. Demak, 20% ga yaqin aholi mana shu tilda gaplashadi. Qolgan boshqa yozuv sistemalari esa Yunon, Yahudi, Efiopiya, Gruzin, Arman yozuvlari va bulardan dunyo aholisining 5% ga yaqini foydalanadi. Endi biz yozuv tarixiga, o'zbek yozuv tarixiga nazar tashlasak, O'rta Osiyo xalqlari yozuvining tarixi juda qadim zamonlarga borib taqaladi. Eramizdan avvalgi 1000-yillik o'rtasida Eron, O'rta Osiyo va boshqa o'lkalarda oromiy yozuvi keng tarqala boshlandi. Demak, turli yodgorliklarda qayd etilishicha, eramizdan avvalgi 1-3 asrlarda oromiy yozuvi bilan bir qatorda Yunon va Karoshta yozuvlari ham ishlatilgan. Oromiy yozuvi negizida bir qator mahalliy yozuvlar vujudga kela boshladi. Ulardan Avesto, Xorazm, Suxt, Kushon, Run, Uyg'ur yozuvi va boshqa yozuvlar shular jumlasidandir. Xorazm yozuvi oromiy yozuvining eng qadimiy an'analarini saqlab qolgan yozuv hisoblanadi. Hozirgi eramizdan boshlab Suxt yozuvi qo'llanila boshlandi. Bu yozuv esa taxminan 6-asrgacha davom etdi. 2-asrning oxirgi 3-asrning boshlarida Xorazm shohi chiqargan pullarda aynan Xorazm yozuvi saqlanib qolgan. 5-8-asrlar davomida turkli xalqlar Urxun Enasoy yozuvidan keng foydalanganlar. Bu yozuv fanda turkiy Run yozuvi bilan ham yuritiladi. Enasoy daryosi qirg'oqlaridan Urxun yozuvi yodgorliklari haqida rus xizmatchisi Remizov 18-asrning oxirida xabar bergan. Demak, mana shu asrda ularning qoldiqlari topilgan. Ammo uzoq vaqt mobaynida olimlar bu yodgorliklarni da berilgan ma'lumotlarni o'qiy olishmagan. 1926-yili iyun oyida O'zbekiston Markaziy ijroiya qo'mitasining lotin harflari asosida yangi alifboni qabul qilish haqidagi qarori qabul qilindi. O'zbekistonda arab yozuvidan lotin harflariga asoslangan o'zbek alifbosiga o'tish ishlari 1930-yilning birinchi yarmida to'liq amalga oshirildi. Ammo bu yozuvdan ham uzoq foydalanilmadi. Chunki 1940-yil 8-mayda amaldagi o'zbek yozuvi yangi alifboga o'tish haqidagi yangi qonunni qabul qildi. O'zbekiston Respublikasi mustaqillik e'lon qilingandan so'ng ham lotin yozuvi asosidagi o'zbek alifbosi masalasi o'rtaga qo'yildi. Bu masala O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining 1993-yil 2-3 sentyabrda o'tkazilgan 12-chaqiriq 13-sessiyasida muhokama qilinib, aynan lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Mazkur qaror amaliyotga joriy qilish borasida qizg'in ishlab olib borildi. O'zbek tilining asosiy imlo qoidalari hozirlash jarayonida alifbodagi ayrim harflar, ularning shakllari yuzasidan fikr-mulohazalar paydo bo'ldi. Mana shular asosida lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risidagi qarorga o'zgartirishlarning kiritilishi to'g'risidagi qaror qabul qilindi. Shuning bilan, hurmatli talabalar, ma'ruzamiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.